BYD Song Pro kelib qoldi. 2024-yil 70 taling full ekan. Mana mashitda ablitsovkasida ozgina singan joyi bor ekan, nimadir deb ketgan. Atak kraskalar top-toza ekan, bir qo'l haydalgan. Mashinani holati zo'r, paroklar qo'yilgan. Hozir yana ichiga ham o'tamiz. Mana jigarrang salon, qora kombinatsiya. Mana bu ham mana jigarrang nakitkalar taqib qo'yilgan. 67.977 kilometr yurgan ekan. Konditsionerlari muzdek gibridda 1100 kilometr maza qilib yurasizlar. Kengina avtomobil. Ko'pchilik Yandexga ham oladi. Narxini yaxshi qo'yapman, foydalanib qolinglar. Mana bu yerda seriya joylar bo'ladi. Panoramasi bor. Faralari yaxshi. Kuzovda chaqa-chuqalarni ko'rmadim. Mana yonlarda. Kraskani toza dishyapti. Bir qo'l olishgan falon pulga. Hop, laboylarda ham singan joylarni ko'rmadim. Narxi kelsa, narxi 18700 bo'lsa beraveramiz. Foydalanib qolinglar, yaqin tanishingizga srochni jo'natib qo'ying. BYD Song Pro gibridni 1100 km maza qilib yurasizlar. 4 litr, 4,5 litr rasxod qiladi mashina.